Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bütün Gollandiyada yaşayotgan Sharqiy Turkistonliklar yaxshimisizlar? Bugun biz hammanglarninki diqqatiga hammamizga muhim bo'lgan muhim masalalardan birisi to'g'risida qarsanglarga maslahat bermoqchi. Bu to'g'rida tafsiliy ma'lumot olish uchun mana yanimda Abdurahmon Qarim o'tiribdi. Qarindoshlar, biz Gollandiyaga kelgandan keyin, Uyg'urlar Gollandiyaga kelgandan keyin nurg'un qiyinchiliklarni besib o'tdik. O'tab eng oxirida o'zimizga oid bo'lgan bir markazimiz, binoyimiz bo'lgan bo'ldi. Ama qiyinchiliklarimiz tugumidi. Qiyinchilik albatta her yerde, her türlü qiyinchilikqa yo'liqishi bu muqarrar. Ama bu qiyinchilikni vaqtida hal qilmasa, bu qiyinchiliklar nurg'un falokatchiliklarga yo'l ochib beradi. Bugun xususiy shaklda bu qiyinchiliklarning ichida oilaga aloqador bo'lgan qiyinchiliklar to'g'risida biroz suhbat shaklida bir video qilmoqchimiz. Qarindoshlar, bu Gollandiyaga kelib yashagan Uyg'urlarningki ko'pinchisi oilalik, oila bo'lgandan keyin oilaningki bolalari bo'ladi, aloqa doirasi bo'ladi. Shu jarayonda oilada turli qiyinchiliklar vujudga chiqadi. Bu qiyinchiliklar hal qilinmasa bo'lmaydigan gap. Xususiy shaklda masalan oila qiyinchiligi ayollar orasida masala ko'rilgan vaqtida qaysi shaklda hal qilamiz, bu to'g'rida tafsiliy ma'lumot olish uchun Abdurahmon Qarimdan bu haqda Abdurahmon Qarimning maslahatini olamiz. Albatta bu qiyinchilik bor bo'lganda bu qiyinchilikni qaysi shaklda hal qilishimiz lozim. Abdurahmon Qarim. Xo'sh. Albatta ko'rilman vatandaşlarımızga, qarindoshlarımızga otliq salom yo'llayman. O'zlari o'tirib qo'ygandagidek, biz zaten shu Yevropaga kelgandan beri mayli o'zlari bo'lsin, mayli boshqa peshqadam qarindoshlarimiz bo'lsin, bu vatandaşlarımızdaki ailevi qiyinchiligini zaten bir şekilde hal qilinib kelinayotganlar hozirga qadar. Endi bizningki bu Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatininki xizmatlari bir Uyg'urga nima ehtiyoj bo'lsa, shuni kuchining yetishicha unga yordam qilish. Masalan, bu davlat qurishdan tortib ta shu o'lib qolgan odamni dafn qilib, mazorlikqa qo'yib ko'mishdan kichilik, bu hamma narsa o'z ichiga oladi. Tarbiya, bir tarafdan tarbiya cho'nglarga, kichiklarga, masalan siyosatga va boshqa hayotning har qanday tur yerlarda bu xizmat beramiz degan gapni ifodalaydi buning ma'nosi. Buni da qo'limizdan kelishicha shu xizmat berib keldik, xabarlar var. Ma oxirgi yillar kelgan vaqtida endi bir xizmatlarni redlik elib berish, red silish, mayli ta'lim tarbiya bo'lsin, mayli yoshlar qismi bo'lsin, mayli ayollar bo'limi bo'lsin, mayli onada tashviqot bo'limi bo'lsin degandek bütün bilimler hammasi ayrım, redlik bo'lsin degan uchun bu yerda ijtimoiy bo'lim bor. İctimai bölüm bilgimizde asıl özellikle aile problemi, aile xafaligi. Mesela xotun, yani bu uy deganda xafalık bo'lmaydi degan olmaydi. Madanning uyda xafalık bo'ladi, ammo xafalikni hal qilish yeri kelgan vaqtida vatanda bo'lsak, vatanda ya bizniki ayolning ota-onalari kiradi, ya er tarafdan kiradi, ota-ona voy bolam nima ish qilyapsa bunda qilmang deydi, voy bo'lmaydi deb bu yerda nasihat qilib bir-biriga bir jamiyat
davamlaşadigan gap. Uyning ahvoli xotirjam davamlashadimda. Urush talash bo'lgan taqdirda. Ammo bu chet elda, Gollandiya, Yevropada endi hozir boshqa bir kültür, boshqa bir madaniyat bunda bir yerda shu bir xil shaklda bir bu texmi muhim deb qaraymiz. Chunki oxirgi kunlarda ota-onalar bilan telefonda ko'rishga bo'lmaydigan bir ayol urushib qolsa yo xafalashib qolsa, shu ochiqida yoki shu qo'yaplab beradigan, uydan chiqib ketadigan bunda ahvollar to'liq ko'rildi. Ko'rgandan keyin ba'zilarning kuchimizning yetishicha uni murassab qilib, chiroyli hal qilib qilgan bo'ldik tunuganlarimizni. Ammo tunmagan nurg'un vatandoshlarimiz bor ekan. Bu yerda u ochiqida bolalarni yetim qilib, ayollari chiqib ketadilardan ochiqida stress, ochiq vaqtida yuzi bosolmay, paraq-puruq gapni qilib o'tib, keyin pushmon qilsa, pushmon foyda qo'yamay, andikin og'izdan gap chiqqandan keyin uningda xapoman degilar, bo'yni olmay, ayol taraf olsun, er taraf olsun, mushunda ahvollarda nurg'un oila, nurg'un bolalar yetim bo'layotdi mushtabdilar. Buni ko'rib adam ichi sirladimda. Bu yerda u vatandagi Uyg'urlarni qutqizimiz, vatandagi Uyg'urlar shunda zulm bo'layotdi, vatandagi Uyg'urlarni zulmdan qutuldiramiz deb haddab uni kuchayotimiz-da, ammo bizning o'zimizning oilamizning ichidagi Uyg'urlar nima bo'layotdi? Bizning yo'ldishimiz, eri, ayollarning yo'ldishi Uyg'ur. Erlarning ayollar uyda yashayotgan ayoli ham Uyg'ur, bolalar ham Uyg'ur. Dastlabda bu dinimizda dedi ki sen yaxshilik senin yiningdagi odamdan boshlaydi deydi. Yani yaxshilik davomli yinimizdagi, oilamizdan boshlaydigan gap. Hamda oilamizni qo'yib turib biz unda oilamiz qalsa vayrona, ammo gapimiz osmonda, unda bo'lsak bu yarashmagan bir ish bo'lib qoladi. Onun için biz endi Peygamber Sallallahu bir hadisini müşahede hatırlatışga to'g'ri keldi. Xiyarukum xiyaruhum li ahlihi deydi Peygamber. Sizlar eng yaxshilar, sizlar eng yaxshilarning kim o desa, o'zining oilasiga yaxshilik qilganlar. Mayli er olsun, mayli ayol olsun, mayli bola olsun, mayli dada olsun, mayli kim bo'lsin, o'zining oilasidagilarga yaxshilik qila olganlar eng yaxshilar bu deb Peygamber Sallallahu bu diagnosni o'lchamni bizga 1400 yildan burun bizga qo'ygan. Onun için bizim bir yer deydiğinin qarindoshlarninki o'zininki ailesiga ega chiqishi. Yani bedel to'lash keraksa, bedel to'lamasan bo'lmaydi. Bu dunyoda bedel to'lash bilan undan keyin natija ko'riladigan gap. Onun için biz shuni vatandoshlarning qisqacha yutundiğinin qanday vaqtida bizni tunuydigan Uyg'urlar bo'lsin, bizni tunimaydigan Uyg'urlar bo'lsin. Bu jamiyat, bu merkez hammamizning merkezi. Bugün biz başka dem keldi, ögün başka dem keldi ama hizmet davamlaşıdı bir yerdeki hizmet özümüzdeki bütün bir neye ihtiyacımız olsa müşahede ailevi cihette kıyınçılığımız olsa meyle ayollar olsun, meyle erler olsun, meyle ballar tarafından olsun kıyınçılığımız telefon kılıp afsurak randevu ile vakit ile bizge falan vaqt kelime mayli ayol olsun bo'ldi, erlar olsun bo'ldi, qanday olsa telefon qilib bizga mishaga markazga kelib, mishada dardini anglab biz uchaylan anazda uchaylan birga o'tirib anglab, uninki ergimi yonmasmasdan, ayolgimi yonmasmasdan bizningki o'zimizning bir avlodimiz, bizning bir bolalarimiz o'rnida ko'rib, buninki hech qanday besim ishlatmay Başında nasihat qilib, bunu o'ngshab qo'yishga, isloh qilishga, buni bir zaman tayyor, qachon, qanday vaqtda jugurib berib bilan uyini buzib o'tmay, jugurib berib bilan bolasini yetim qilib o'tib qolib o'tirmay, jugurib qo'yib bilan ochchig'im kelib og'zidan bimilla chiqarib o'tib, taloq u bu deydigan gapdan chiqarib o'tib qolib o'tirib, undan keyin telefon qilib, "Voy Aysa qarim, voy Abdurahmon qarim, voy falan pukona, men bunda deb saptikenim, u gapni qo'yib qo'yib, burun meşakil başlayan vaxtıdan, manda bir iş buluvatıdan, bu şahta qanday qilsam bo'ladi desa, biz bu sir, amanet, şu
şu şekilde çıraylık ayolunu mu anlap, erini mi anlap, balını mı anlap, dadını mı anlap bu yerde çıraylık bir hemmimizin çoğun üye bu. Hemmimizninki meşakilimizni hal kıladigan bir urun. Onun için bütün vatandaşlardan her qanday vaqtda bir meşakilisi bulab qolib qolsa, mayli sizlarga telefon qilsin bo'ladi, mayli menga telefon qilsin bo'ladi, telefon qilib bizga vaqt elib falan kuni keling degandan keyin kelsa, xotirjam o'tirib o'zining dardini anglab biz albatta yordam qilishga va isloh qilishga tabii biz endi hukumat emas bu yerda hukumatning ishi boshqa, biz isloh qilib o'rtada biz vasila bo'lamiz, chiroyli nima qilamiz degan gap. Onun için qarindoshlar bu şekilde faydalansa bundan keyin biz tayyor demekçi inşallah. Demekçi vakalları yani aileni saklaş, balalarını saklaş, şu Uygur devletinin asasını sağlamak. Elbette. Şarkı Türkistan halkının ki azatlıkının asasını sağlamak da bunu demekçiyiz. Elbette. Şunu demek. Allah tebarek ve teala hemimizge doğru yolunu göstersin qarindoshlar. Aile bo'lmagan har qanday bir insonga Qur'oni Karimning bir oyati shu ism kelyapti. Oyatda nima deydi deganda ya ayyuhallazina amanu va qulu qawlan sadida. Oyatning oxirida uning mukofoti bor. Ya'ni oyatda nima deydi deganda sizlar to'g'ri gapni dangla deydi. To'g'ri gapni dangla degandan keyin uning mukofoti nima bo'ldi deganda yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum zunubakum. Sizning ishlaringlarni Alloh isloh qilib beradi, gunohlaringlarni kechiradi deydi. Unda bo'lgankan biz oila egasi bo'lgan insonlar bek mas'uliyatchan bo'lishga to'g'ri keladi. Uning uchun biz bu to'g'ri so'zni deyishdan, to'g'ri yo'lda menishdan hech qachon tavrinib qolsak bo'lmaydi. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleykümselam.